Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli chorvaga qiziqadigan aka-ukalar. Haftani juma Qamashi Chemol bozoriga yetib kelganmiz. Mol narx-navosini chiqaramiz. G'unajin, buqa, ona bola, xullas hammasini narx-navosini chiqarib boramiz. Video boshidan bir dona like bosasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yaverasizlar do'stlar. Biz formati bu yog'iga Instagram format bo'ladi, to'g'ri tushunasizlar, chunki Instagramga ham bittada olib ketyapmiz akalar. Formati ozgina kichkinaroq bo'ladi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like, fikrlarni kommentariyada yozinglar. Yana qaysi bozorlarni obzorini chiqarishimizni xohlaysizlar akalar. Sizlarni ko'p kutirmagan holatda biz obzorlarni boshladik. Qani bo'lmasa ketdik akalar. Xo'p akalar, kattaroq ho'kizlarimizni ham narxini so'rab o'tamiz. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar. Biz obzorlarni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi tog'a? 23 so'rayapmiz. 23 siz so'rayapsiz. Qancha aytyapsiz? 26. 26. Necha yashar bu? Hali tish buzgan yo'q-ku. Hali tish buzmabdi. Bunisi-chi? 22 kami bor ekan bunisi. Mana. Chem bozori haftani juma kuni akalar. Sog'lig'ini o'ylama, 100 ming bo'lmaydi. Necha pul bo'ldi? 11.200. 11 Ne kadar değil? 11 million 200 ga olishibdi. Ho'kizchalarni so'rab o'tamiz akalar. Narx-navosi qani necha pul bo'lyapti bugungi kunda? Necha pul ekan aka? Assalomu alaykum. 11 milyon so'rayapmiz. 11 million siz so'rayapsiz, ha? Aka necha pul aytyapti? 15 million aytilyapti. 11 ga akamiz o'zi savdo qilib turibdi. Necha oylik? 1 yashar ekan mana. Necha pul bo'ldi aka? 15 million. Chem bozori haftani juma kuni. Xo'sh, mana shu tanamizda ham bir narxini so'rab o'tamiz. Qani necha pul so'ralayapti ekan? Rais necha pul ekan bular? Salom. Ya, ikkalasini ham aytavering. Bir joyga. 20? Bozor qancha qildi? Bozor 18 qilyapti. Ikkalasi 18 bermadingiz. 20 bo'lsa berasiz. Mana narx-navo akalar bozorimizdagi. Obunachilar tanalarni narx-navosini so'rab ketaveramiz, boshlaymiz. Aka necha pul ekan bular? Posta bo'shatganda 5 kilo, 5 kilo. Posta 7 kilo 11 dan. 11 milliondan, ha? Bozor ham so'radim aka? Hozir ham so'rayapti. Necha puldan? 9.5 dan so'radi. 9.5 dan bermayapsiz. Izi ko'pmi? Bor, 5-6 ta bor. Nomeringizni berib qo'ysangiz. Nomer. Bo'ldi. 11 dan kami bor-a? Mana bozordagi analarni narx-navosi akalar. Mana 17,5 millionga olishibdi akalarimiz. Chemol bozorida. Haftani juma kuni. Navbatdagi buqachamizni ham narx-navosini so'raymiz. Qizilidan so'raganlar uchun mana akamizdan bahosini so'raymiz. Nech pul bo'ldi aka bu? Assalomu alaykum. Bana aka 25 deyapmiz. 25 million. Necha yosh? 1,5 yashar. Bozor qancha qildi? Bozor 21 milyon 200 so'rayapti. 21 million 200 bermayapsiz. Mo'ljal qanday? 22. Qochib ketdi. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi shutimizni bir narxini so'raymiz. Qani necha pul ekan? Necha pul bo'ldi tog'a bu? 23 deyapti. 23 so'rayapsiz. Bozor nima deyapti? 19 so'rayapti. 19 bermayapsiz. Mo'ljal qanday? 20 million beraman deb turibman. 20? Necha yosh bu? 6 oylik bozor. 6 oylik buzoq. O'zidiki, tirikchilik emas. Tirikchilik. Tirikchilik mana. Bozordagi shut ho'kizchalarimizni narx akalar. Davom etamiz. Yana bitta shutimiz. Nech pul ekan bu? 35. Necha yosh ekan? 7 oylik. Bozor qancha qildi? Hozir 29 so'rayapti. 29 so'rayapti. Mo'ljal qanaqa?
'30dan oshsa berasa. O'zidikimi? Dehqonchilik a? Mana ko'kkischamizni holati. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi buqamizni. Nech pul ekan aka bu? Nech pul so'rayapsiz? YouTube'ga ketyapti, YouTube'ga. 24 dedingizmi? Bozor nechi qildi? Bozor 22 23 yarim. Mana. Buqachamiz. Tuyoqlar o'sib ketdi. Buqalarimizni optim joyidan bir joyga 4 tasi bor ekan. Narxini hozir so'rab o'tamiz. Mana bir joyga qancha so'ralyapti? Baraka ham bo'lib turganday joyi. Har xilidan bor ekan. Nech pul bo'ldi bular? Assalomu alaykum. Bir konu 50 so'rayapti. 50 54. Bu 50, bu 54. 104 millionga o'sha savdo ham bo'lib turganday joyi. Mana buqalarimizni holat akalar. Narxi arzon, qimmat kommentariyada bemalol yozishinglar mumkin. 16,5 millionga mana sotilibdi. 16,5. Xo'sh, navbatdagi buqachamiz. Holva nech pul bo'ldi bu? Nech pul bo'ldi? 27. Bozor nima deyapti? Bozor 26 so'ra. Berilmadi. Necha yashar? Mana buqamiz. Yoshlarni bilmas ekan. Bozordagi narx-navomiz shunaqa. Ozgina sho'xroq shekilli. Joyida turmayapti. Ona bola sigirlarning narxini so'ragan obunachilarimiz shu mana ona bola sigirlarni narxini so'rab o'tamiz. Nech pul ekan bu? Assalom. 50 million so'ralyapti. Bozor nima deyapti aka? Hozir keldik aka, bozor so'ragan yo'q, endi so'rayapti. Nechi tuqqan? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Bir ochagina. Ha, nima uchun? Qayerda mol aka? Chorvodor, Chomonqo'da. Dehqonchilikmi yo? Ha, dehqonchilik. Ko'pmi? Ko'p. Nomer qoldirsak deymi? Nomermi? Telefon. 88lik 280 52 nomer. Buni bo'lishi qancha oxiri? Endi bu oxirini shu 40 dan baland qilib mo'ljallab turdim. 40 dan baland a? Chorvodorni moli. Yeb ichishda muammosi yo'q. Yo'q, undan muammosi yo'q aka. Bo'ldi aka, rahmat. Bozoringiz bersin. Do'stlar, narx-navolar bugungi holat shunaqa. Aloqaga chiqasizlar agar mol kerak bo'lsa. Navbatdagi ona bola sigirimizda bir narxini so'rayman. Aka nech pul bo'ldi? 25 so'ram. 25 million bozor so'rayman. O'zingiz qancha aytyapsiz? 30 deb. 30 aytilyapti. Nechi tuqqan? 4 ta. 4 ta bolasi. Bu 4-simi? 4-chi. Mana. 4-chi ekan, bozorimiz shunaqa, o'zi shunaqa narx aytib turishibdi. Qimmat, arzon kommentariyada yozib ketasizlar. To'liq videolar YouTube'da ham bo'ladi, o'tib qo'yishinglar bo'laveradi. Navbatdagi sigirimizni narxini so'rab o'tamiz. Qani nech pul so'ralyapti? Nech pul ekan bu? Nech pul ekan? 30 aytilyapti. Bolasi ham bor? Qani bolasi? Qizil ekan, ho'kizcha. 30 so'ralyapti ekan, bolasi bor, yelinlari katta. Nech tuqqan? 4-chi. Mana do'stlar. Navbatdagi ona bola sigirimizni so'raymiz. Akalar, nech pul so'ralyapti? Nech pul bo'ldi aka? 55 million kami bor. Nech tuqqan? 3-buzog'i bu, 4-siga endi qochyapti, ho'kizga kelib turibdi. 4-siga endi ho'kizga kelyapti. Sutlari og'ib turibdi. Ha, yo'q. Mana bu so'zkalarga qarang, tartibda. Ha, 1 gram qimildamaydi mana shu. o'zi chiqib boryapti-ku. Zo'r bo'lib turibdi. Bozor nima deydi aka? Bu yerda bunday jazman kam. Qayerda moli? Gagar. Gagarin. Tamam. Nomeringizni berib qo'ying. Ketib Telefon qoling. nomer 95lik 354 75 07. Bo'ldi, rahmat. Bozoringiz bersin. Qarang, suti o'zi chiqyapti. Ana.
Ma'qul bo'lsa nomerni qo'ydi. Gagarinni, Qamashi Gagarin. Navbatdagi sigirimiz akalar. Ona bola. Bu kichik ekan bolasi. Nech pul bo'ldi tog'a? 35 million so'ralyapti. Bozor nima deyapti? Bozor so'rayapti. Ha, bozor 35 so'rayapti. O'zingiz qancha aytyapsiz? 50 deyapti. Oh, 50 million. Nechinchi bola? 5-chi bolasi 50 ga aytilyapti, bozor 35 so'rabdi. Qimmatmi, arzonmi? Kommentariyada bemalol yozishingiz mumkin akalar. Like bosib, do'stlarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Qanalarni narxini so'rab o'tamiz akalar. Qani bular sal kattaroqlari nech pul so'ralyapti ekan? Aka, bular nech pul bo'ldi? 13 milliondan so'ralyapti. Bozor nima deyapti? Bozor 11 milliondan so'radi aka. 11 milliondan bozor so'radi. Ha, 11 milliondan so'rab turibdi aka. Nech pul endi mo'ljal? Ha? Mo'ljalingiz? Mo'ljalmi? Uchovini 34 biz sotamiz aka. Uchalasi 34. Ha. Izi ko'pmi? O'zi nech pul deysiz aka? Qaysi? 13 kami bor aka. Izi bormi? Izi bor ha. Nomeringizni qo'ysak. 88 li 752 50 51. Izi ko'p. Izi ko'p, mol ko'p aka. Bo'ldi. Tana so'raganlar bo'lsa, telefon qilib bemalol akamizdan ma'lumot olsanglar bo'laveradi. Uyda ham ko'p deyapti. Telefon qilib, keyin oldi sotib qilsanglar bo'ladi akalar. Like bosib, do'stlarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin.